Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana hozir Besharli hoji bolalarimiz, mana hojonalarimiz Qubo masjidiga kelib, inshaalloh bu yerda ibodatlar qilib, duolar qilib, bu masjidni bino bo'lishligida xizmat qilganlar, moddiy, ma'naviy, jismoniy tomondan xizmat qilganlarning haqlariga ibodatlar, duolar qilib qaytishyapti. Inshaalloh bu masjidni tarixi bilan tanishib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlari qo'llari bilan bino qilgan masjid hurmati yuzasidan duo xayrlar qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovati duolar qilib chiqildi inshaalloh. Alloh bu yerda qilingan ibodatlarni, duolarni o'zi ijobat aylasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qiyomatda ya ummati deb shafaat qilishlaridek ulug' ne'mat bilan Alloh o'zi siylashlik nasib aylasin. Bizlarni dunyo hayotimizda u zotga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilib, hayotimizning har bir on lahzalarini u zotning sunnatlariga muvofiq bo'lmoqligini ham nasib aylasin.